Mana ular mana blogerda endi ular podpiska yig'ish uchun menga podpiska kerak emas. Ha, bilaman. Ila eskisi videolar olibdi-da, yangi kunga qo'yib boryapti. Osiyo hafta deb chiqib. Osiyo hafta deb eski videoni oladi-da, mana bir 3 oylik, 4 oylik videolarni olib, videolarni qo'yadi. bugun keldi shu mashina deb qo'yib boryapti. Keyin xalq nima qilyapti? Shunday kelyapti, aka deyapti, kecha olgan mashinangiz qani? Paloncha mashina oldingiz-ku. Yo'q, birodar, men u mashinani 5 oy oldin olganman, 4 oy oldin olganman. Yo'q, unday mashina deyapman. Keyin boshqa Osiyo avtolarga kirsam, o'shalar yangilab qo'yib yuborayotgan bular. O'shuning uchun menga podpischik uchun emas. Men buncha layk yig'sa, men bu odamga men yordam qilaman deb ham aytmayman. Men bunaqachilar borki. Ha. Yo'q. Men o'zi вообще aytmoqchiman, shu gap kelganga shuni ham kiritib o'tib ketay. Mana ko'p joylarga borsam, sizga samokat berish kerakmi deb bitta ushlovlarda. Agar shu video bir balo yig'sa, men uncha tushunmayman-ki. Samokat beray kelsan, videoga layk yig'ilmasa ham be. Agar bir kunga mana shuncha videomiz topilsa, sizga samokat beraman deb yuboradi, men o'tirib olib. Bermoqchimsan, be, xo'p. Instagramga qo'yib ko'rsatib bergin keldimi? Mayli. Faqat men podpischik uchun qilma deyman-da. Mana shu videoda originalini ko'raman degan odam bo'lsa, shu video o'zi shunday bitta podpiska bosib qo'ysa, boshqa Osiyoga qaytib kirmaydi. Originalni o'ziga qolib ketadi. Ular bunaqasiga podpiska bosib qo'yganda o'shanga kirib qolaveradi. Uni chislosi boshqa, u chislo realni bugungi savdoda qo'ymaydi ular. Tushundingiz? Mayli. O'shanga necha pul olgan ekanman 22 ni ko'rgan paytingiz. O'shanisi qiziq endi. 22 bundan ko'ra ko'proq yurgan bir 3 ta detaliy kraskasi bor edi. Ha? 94-95 94 million olib 95 million sotdim. Qisqasi hozir menimcha sizning ko'nglingiz, men tushunishim bo'yicha aka keling. Baland parvoz gap qilmaymiz, bo'layotgan gapni gaplashamiz. Hop. Men tushunishim bo'yicha hozir siz men 80 dan 90 ga yaqinroq qilib so'ramoqchi edim, foydasi yo'q ekan ko'ringda. Siz menimcha shu 90 va 90 dan yuqorilar gaplashish ko'nglingiz bilan kelgansiz, to'g'rimi? Men endi hozir 85 million so'ramoqchi edim. Ochiq ko'ring. Hozir necha pul sotilgan ekan deb o'shani shunday aytib berganingizga aytayapman-da. Sizni rastiyangiz menimcha 90 larga ham yo'q, o. Ha? Undan bir 10 million baland holatda turdim. 50 ming probek va 3 ta detalli kraska bor. Keyin texpasportga ham qaradingizmi? Meniki 21 ekan deb ham o'yladingizmi yo'qmi? U 22 bo'lgan-ku baribir. Yaxshi tomonlari ham borki, bu 21 eski. Endi qarang. Xo'p, 23 ni 96 millionga oldim. Nima o'sha videoni ko'rmadingiz? Shu o'zi kerakli bitta qimmat video topib olib o'shani aytib yuribsiz. Arzonlarni ham ayting-da. Tarvuzni so'ydingiz, bir tomonni yedingiz, bir tomonni yemayman degani emas, buni ham yeysizki. Ikki tomoniga ham to'g'ri qarang-da. O'rtasidan bo'ling. Ha, omon bo'ling, zo'rsiz. Sizga dehqonligingizga ishonmayapman-da hali ham. Kelishtirib ayting, nech pul bo'lsa berasiz? Nima pas ekan? Narx-navomi? Endi mayli tushgan yaxshi aka. Bari sotganingizdan keyin erta bir kun yana olasiz-ku o'zingizdan mashina. Olayotgan payt tushib tursa maza aka. Yaxshiroq mashina qila olasiz. Endi bilmadim sizga pul kerak yo mashina alishtirmoqchisiz, men xabarim yo'q. Baribir mashina olasiz обязательно, qachon bo'lsa ham. Piyoda Tokiyagacha yurmaysiz-ku, Buxorim bilan. Omon bo'ling, hazil. Nech pul deymiz aka? Kelishtirib ayting olaman. Oxirimi? Ha, oxir taqalganini ayting. Bir pulsa beraman. Men 95 deydi shu odamam deyman. Aka, balan aka, bugun bilmadim, kuchim yetmayapti odamlar. Yo'q, men charchaganim uchun emas. Odamlar juda baland narx aytibdi, kuchim yetmayapti. Tushuntirolmayman. Hozir men baq 115 deyapti, oxiri 105 deyapti. Ha, xo'p, guring qilib u qilsangiz 100 deydilar. Men 100 ga ola olmayman-da 21 jentrani. Chin guring-da. Agar bir 90 larcha borsa, harakat qilsa bo'ladi. Lekin hozir bu odamni men qiynaganimdan ko'ra boshqa joyga ham bir olib borib ko'rsinlar, o'sha 90 ham so'ramasin, keyin men ko'zlari yaxshi ko'rinaman-da. Ungacha qiyin, tushuntirib bera olmayman. Birinchi menga olib kelyapsizmi hozir? Naqd aytganlardan bilaman. Birinchi olib kelayotgan odamlarim men. Nechta pul? 115, yili 21 bo'ldi. Men o'sha savolimga javob aniq. Birinchi odamim men bu odamda. Foydasi yo'q. Hozir tip qilasa ham ko'paylashib, hozir qarab turibsizlarki, bu odamni ko'ziga hozir Akmal aka olsa, hamma meni mashinamga kelgan deb turibdi. Rosti shunday deb turibdi bu odam. Hozir shunday bo'lib baraka etsa, xuddi men bu odam olib, bu odam arzon sotib qo'ydim-da deb keyin kallasini qishlatgan. U narsa yo'q, siz aytganda. Fikrimanda ham yo'q. Bor aka. Shuncha odam bo'lsa, ikkitasi o'zim bilan birga kelgan. Bor, o'shanaqasini fikr bilan o'tiribsiz. Aldamang.
Sizni mashinangizga kelmagan buncha odam. Ko'pchilikka sizni mashinangiz qiziqi ham yo'q. Eng ko'pchilikka meni ham qizig'im yo'q. Ha, qarab turayotgan narx-navo nima bo'lyapti? Bo'ldi shu. Aka, jon aka, men insof doirasidan chiqib ketmang. 100 dan baland summalar juda baland bunga. Omon bo'ling, mayli. Olib chiqib boshqa joyga ham ko'rsating, bozor tiqib ko'ring. Lekin eldan chiqib bo'lmaydi. Bo'linsangiz bo'ri, ayrilsangiz ayiq yeydi. Nima qilasiz uni? O'zini leshni chiqarib olib. Bu 100lik, 105lik, 95 millionlik ham mashina emas. Agar beraman desangiz, mayli 90 millionga qolsa olaman. Ochiq yuring, naq 90 million beraman. Bering, mayda chuydasiz. Yurgani kamlik uchun so'radim. 90 ga bermaysiz. Ha, akamdan. Xo'p, nech pulda aytib ko'ray. Sizni ham mashinangizda aytib o'tib ketay, elda, balkim kimgadir to'g'ri kelib qolar. Shu 105 ta aytaver. Ye? Ha, aka. Chindan ham bu yil tarix o'xshamagan sizga. Yo'q, tarixga o'xshaganda. Ya o'xshasa kelishtirib aytavering. Hozir ham yaxshi ketyapti. Jammaga ololmayman, kuchim yetmaydi. Yo'q, aytmadim-ku. Keling aka, mayli. U bunisi bekor. Ayta, keyingisiga o'taman. Hech bo'lmaganga bir 100 deb aytib ko'raymi? Keyingisiga o'tib ketaman. Mayli, kimdir olsa meni o'zidan olaversin. Pulus kerak emas aka menga. 1 so'm pulus. Olgandan ham sotgandan ham pul so'ramayman. Endi bir muammosi hal bo'lsin. 2 million qo'yib ayting mana. 2 million qo'yib aytganga 98 deb aytaymi? Ha, chiqarib aytaymi? Qo'yib ayting deganingizga tushiribroq aytib beryapsiz deyman-da. Yo'q, unday demang. O'zi 5 dan kamga bermoqchisiz. yo'q, 100 deb aytib ko'raman aka. Agar kimdir olsa 2 millionlik haq men sizga beraman. Xo'p? Men omon bo'ling. Agar shuni 100 ga kimdir olsa. Bir aytib ko'raman aka. Lekin olsa bering. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2021-yil Gentra mexanika. Yurgani qancha yil aka? 121 ming yurgan, kraskasi yo'q, radnoy. Propan gazi bor, general davrini chiqay ekan. 100 million bo'lsa beraman deyapti, ega 100 million. Agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. Menga puli kerak emas, olgandan sotgandan pul so'ramayman. 100 million bo'lsa beraman deyapti aka, 100 million. Turib turasiz endi, xo'p, qapachilar bizdan dehqon bu. Tarz olib keldingizmi o'zi? Yo'q. Aytdimki siz tarz ekmaysiz deb.